Assalomu alaykum. Darsimizni davom ettiramiz. O'sha oddiygina bir veb-sayt qilayotgandek, uni CSS qismi bilan davom etamiz. O'tgan safar nisbatan header qismimizda birozgina ishlov bergandik. Endi bugun davom ettiramiz stillarimizni. Endigi navbatdagi beradigan stilimiz konteynerimizga bo'ladi, ya'ni mana bu konteyner klassiga ega bo'lgan elementlarimizga beriladi. Diğer barcha HTML'larimizda bu klass bor, ya'ni konteyner mana. Diğer hammasiga bir xil stil berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, konteyner odatda konteyner klassidan, ya'ni bu o'sha nima maqsadda foydalanishadi? Konteynerda hamma tarafini, elementlarni bir qolipga solib olish, qolip vazifasini o'taveradi. Shunda uni maksimalli kengligi, ya'ni max width degani o'sha eng yuqori, eng katta olish mumkin bo'lgan kenglik, undan kattaroq ketish mumkin emas. Shuning uchun uni 1100 qilib qo'ysak, bizga yaxshiroq. Keyingi o'rinda unga margin ham berib qo'yishimiz kerak. Margin bu element, ya'ni teglarni o'rtasidagi bir-biridan chegarasi, masofasini belgilab beradi va unga auto degan qiymat berib qo'ysak, o'zi qiymatni belgilab oladi. Ya'ni tepadan ham, pastdan ham, yonlardan ham, ikki yondan ham masofani o'zi avtomatik belgilaydi. Container. Keyingi stilimiz endi text primary degan klasslarimizga, ya'ni bu yerda indeksda text primary pg primary bor. Bu yerda text primary, mana text primary degan joylar bilan xuddi o'sha klasslarimizga beramiz. Primary unga beramiz, rangini o'zgartirib qo'ysak kifoya qiladi. Color mana bu rangni bersak yaxshiroq bo'ladi. Mana text story o'zgardi. Keyingi navbat let degan klassimiz bormi? Let degan klassimiz indeksda shuni mana bu yig'ib turaylik. Altini bosib kichiraytirib qo'yadigan bo'lsak, layout joylarda let degani yo'q ekan. Mana buni qoldirib turamiz. Buni pastdan boshqasiga o'taveramiz. Keyingi klassda unda bittenlarga, ya'ni tugmalarga berib olamiz. Bittenlarimiz mana bu yerda read more yoki bo'lmasam about us, o'shalar bitten klassiga ega edi. Display beramiz. Displayga inline block qiymat beramiz. Inline block degani dastlab ko'rinishi jihatdan inlinelarga o'xshab o'zining ichidagi kontentining masofasi bilan chegaralanadi, ya'ni butun boshqa qatorni egallamaydi. Ammo blok teglar bilasiz, o'zini width heightini oshirish xususiyatiga ega. Sababi ular butun qatorni egallagandan keyin bo'yi enini oshirish mumkin. Bu ham dastlab inline qo'shib o'zining joyini egallab turadi, lekin blok teglarga qo'shib o'zini width heightini oshira olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Font size'ini oshiramiz buni, ya'ni font family bo'lib ketdi uzr. Font size'ini 18 piksel qilganimiz yaxshiroq bo'ladi. Salgina bo'lsa kattarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Keyingi stilimiz color o'tamiz. Color va unga oq rang berib turamiz. Hozircha ko'rinmay qoladi. Ko'rinmay qoldi, sababi oq rang o'tdi.
Faqat orqa fonni ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Orqa fonni background colorini 3 ta o'chirib qo'ysak, mana qora rangda chiqyapti. Endi padding marginlar berib olishimiz kerak. Padding bilasiz, endi margin teglari bir-biridan masofasini ochdi, padding o'shaning ichki tarafdan joy ochadi. Ya'ni birozgina mana qora chizig'imiz kattalashadi, qora rangimiz kattalashadi. Shuni tepa past, ya'ni birinchi elementimiz tepa pastdan beradi 13 piksel va ikkinchi elementimiz o'ng va chapdan beradi 20 piksel. Mana nisbatan kattalashdi. Endi bunga border beramiz. Border yani chegaralar bo'lmasin. Chegaralar olib tashlaydi, kerak emas. Va bunga odatda A teginikida kursorimiz sichqonchamiz mana bunday holatda turadi, lekin A tegisiz yasalgan tugmalarda, battonlarda bu narsa bo'lmagani uchun shunchaki kursor pointer deb qo'yamiz. Ya'ni agarda A tegi bo'lmasa, so'cha hash tegi bilan div tegi bilan tugma yasalgan bo'lsa, sichqonchamiz kelganda mana bunday kursorcha paydo bo'ladi. Kursor pointer o'sha narsani hal qilib beradi. Keyingi stilimiz endi hover bo'lganda, ya'ni sichqonchamiz kelganda qanaqadir amaliyot bajarilishi kerak. Bu narsa butun 2 nuqta hover deyiladi. Hover degani o'sha sichqonchamiz kelganda biror bir amaliyotni bajarish kerak. Endi bunda background colori mana bu rangga o'tsin. Lekin rangi, o'zining rangi color 3 bo'lsak yaxshiroq bo'ladi. Tekstning rangi. Endi qarab turamiz. Mana ko'ryapsiz. O'zgaryapti. Faqat burchaklarni ham biroz qirralarni olib tashlasak hozircha yaxshiroq bo'lardi. Qirralarni olib tashlash uchun sababi burchakni ko'ryapsiz, o'tkir burchak bo'lib turibdi. Burchaklar border radius bilan uning burchaklarini qiyalashtirib qo'yamiz. Misol uchun 8 piksel qilsak yetadi bizga. Mana biroz qiyalashdi. Endi mana bu narsaga siz e'tibor qaratmang. Bu shunchaki extension o'rnatib olganman men VS Code'da. Nomi biroz yodimda yo'q edi. Bunga yozishingiz shart emas ko'chirayotgan vaqtingizda. Bu shunchaki yozgan stilingizda operatsiya sistemalar Windows, Mac, Mozilla shu kabi operatsiya sistemalariga moslashtirib beradi. Nomi ismi kelsa aytaman men. Demak, keyingi stilimiz. Endi tugmalarimiz hammasi ham bir xil emas, chunki bir xil joylarda button light, button dark kabi adashmasam klasslar ishlatgan edik. BG dark plus o'sha joylar uchun birozgina ishga chiqaylik. Misol uchun agar button light degan klassimiz mabodo bo'lsa, shuni yozib qo'yaveraylik. Agar bo'lmagan bo'lsa, keyinchalik qo'shib olaveramiz. Agar bor bo'lsa, bir 2 kun oldin boshlagan shu videoni, o'rtada 1-2 kun dam bo'lib qoldi, ulgura olmay qoldim. Shu hisobga aniq qanaqa klasslar yozganim ham birozgina esimda yo'q. Lightga background colori oq rangda bo'lsin. F4. O'zi nomi button light degani oq tugma. Light degani yorug', oq degani yorug' oq. Color bunga endi qora rang yarashadi baribir. 3. Class nomiga qarab stiling qanaqa bo'lishini ham biz o'rganib ma'qulroq. Endi button dark qo'ygan bo'lsangiz bo'ladi. Misol uchun dark bunda qo'yki tugma oq rangi, qora rangda bo'ladi. Background color bunga 3 qora rang bo'lgandan keyin tekst oq rangda bo'lishi kerak. Color FF.
mana bitta ham light top turgan ekan, o'zi mana bu oq rangga o'tdi kelganda. Qora o'tyapti, qora rangga. Endi background darklarimiz bor, ya'ni BG dark, orqa foni dark bo'lgan teglarimizga background color 3 va ularning tekstining colori FFF bo'ladi, 3 ta oq. Endi BG light degan stillar bo'ladigan bo'lsa, BG light bunga background color F4 va color 3 ta 3 bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Sal bo'lsa ham farqlanib chiqyapti. Deyarli hamma joyda shunaqa bo'lish kerak. Bular rasmlarni qisqartiramiz. Kontaktda ham sal bo'lsa ham ishlayapti. Keyingi stilimiz BG Primary. BG Primary. Bunga background color asosiy orqa fon bo'lgani uchun sariq va color 3. Mana BG primerlarimiz olgan stillarimiz. Mana bularga ham salgina sariq rang o'tdi, sezgan bo'lsangiz. Keyingi stilimiz clear degan klassimiz bor edi. Ya'ni mana bu yerda qolib ketgan, shunchaki bu joy ochish vazifasini o'taveradi. Orasida birozgina joy ochish kerak, ikkita tegimiz, ya'ni footer bilan mainni orasini ochib beradigan bo'shliq buffer buni xizmat qiladi. Bunga clear ba'zilab qo'ysak kifoya qiladi. Shunda birozgina orasini ochib beradi. Yopishib qolmaydi-da. Footerimiz bilan main qismimiz. Keyingisi bizda showcase degan ID'larimiz bor. So'tin showcase ID ID'si ham borish kerak edi. Agar boshqa joyda ID bo'lmasa, biz klass sifatida yozib qo'ygan bo'lamiz. Showcase. Mana bu bizda showcase klass yozib qo'yibman, hech yo'q. O'shaning uchun buni ham klass qilamiz. Showcase. Va bu klassimiz background image oladi. Orqa fonga rasm, image URL ni keltirishimiz kerak bo'ladi. Background image degan orqa fonga rasm qo'yish degani, uni URL metodi bilan orqa fonga rasm qo'yamiz. Bizning rasmimiz shu qatorda joylashgan image papkasi ichida joylashgan. Shuning uchun URL ichida bitta qo'shtirnoq ochaman va endi bu yerga manzil aytib kerak bo'ladi. Shu qatordagi style CSS CSS papkani ichida joylashgan, rasmimiz image papkani ichida turibdi. Ya'ni birinchi o'rinda mana bu CSS papkaga chiqib olishim kerak, ya'ni papkadan chiqib olishim kerak. Buning uchun 2 nuqta qo'yaman, keyin slash qo'ysam, mana endi image papkasi chiqyapti. Endi image ichidan
biz showcase JPEG'ni tanlaymiz. Mana orqa fon nisbatan chiqyapti. Endi uni o'zimizga moslashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda orqa fonni takrorlamaslikka qo'yishimiz kerak. Sababi ba'zi holatlarda rasm kichkina bo'ladigan bo'lsa, ekranni to'ldirish uchun takroriy rasmlar ham chiqib qolaveradi. O'shani no repeat qilib qo'yamiz. Takrorlanib chiqmasin, bitta rasmni o'zi bo'lib chiqaversin. Uni joylashuvini background position joylashtirishimiz kerak. Hozirda ko'ryapsiz, rasmimiz birozgina tipa patolog qismi ko'rinyapti. Bizga esa bu narsa kerak emas. Shuning uchun o'rtaroq joyga chiqib bersin, center. Mana rasmimiz endi o'rtaroq joyga kelyapti. Divanlar qismiga. Va background size cover degani bor, o'zi moslashtirib beradi rasmni. Kattaroq rasm bo'lsa, biroz ixchamlashtirib beradi. Ko'ryapsiz? Boya mana bunga yaqinroq divanimiz o'zini olayotgan tepa qismini endi biroz rasmni bizga moslashtirib, mana buni holatga keltirib berib background size cover. Va bo'yni aydan 600 piksel qilsak normal bo'lib qoladi. Mana o'tdagi sal bo'lsa normal bo'ldi. Shu yergacha darsimizni to'xtatib turamiz. Juda ham uzun bo'lib ketmasin, qolganini keyingi darsda davom ettiramiz.